Nega onlayn darslarni aynan sizdan olish kerak? Nega bizdan olish kerak? To'g'ri, hozir onlayn darsda juda ham ko'p chiqib ketgan, lekin nega aynan bizdan olish kerak? To'g'risini aytaman, bizda o'quvchilar shunaqaki, agar bizdan bir marta bo'lsa ham onlayn dars olsangiz, boshqa joydan onlayn dars ola olmaysiz. Nimani hisobiga? Chunki qo'pol qilib aytganda, sizni og'zingizga chaynab solib qo'yamiz, yutib olsangiz bo'ldi-da. Shu darajada qilib beramiz. Nimani hisobiga? Erinmaymiz. Video qilishdan ham, yoziqdan yozishdan ham, grammajlari, graduslari, qachon buzilib qolsa nima qilish kerak, o'xshamay qolsa nima qilish kerak, klientga ishlayotganda, tannarx masalasida arzonroq variant qanaqa ishlasa bo'ladi, qimmatroq variantda qanaqa ishlasa bo'ladi. Har qanaqasiga sizga tushuntirib beramiz. Bu krem bilan bunaqa chiqadi. Buncha solsangiz buncha chiqadi. Kremlar haqida, qaymoqlar haqida yoki kabartmi, hamma narsa to'g'risida ma'lumot bor. Qaysi davlatda bo'lsangiz ham hammasini o'tida o'rgatamiz. Onlayn darslarimiz Qurbon hayit munosabati bilan juda ham katta skidkaga tushgan. Bilasizlar, tariflarimiz juda ham ko'p. Har bitta tarif juda katta skidkaga tushgan. Maxsus narxlarda barcha ma'lumotlar storiesda bemalol sotib olishingiz mumkin.